erimni 30 yillik o'rtoqlari bilan ko'rishishga tayyorlandim 15 minutning ichida, ishoninglar. 15 minutda qanaqa tayyorlanish mumkin bilmadim. Qo'limni ham kesib oldim bolalarga ovqat qilaman deb. Shuning ichida kosmetika, ya'ni make-up ham qilib oldim, kiyinib ham oldim. Mana ko'cha shunaqangi sovuq. Xullas, ko'p kuzatuvchilarim yozishibdi, make-up qilganingizda ham, make-up qilganingizni kontent qilib oling deb. Xudo xolasa, nima deydi, biror joyga ketishimdan oldin sekin-sekin, ya'ni tig'iz bo'lmagan paytda make-up qilganimni ham kontent qilib olaman. Bugun bo'lsa 15 daqiqaning ichida tayyorlandim. Hansirashimga qaranglar, rosa tez tayyorlandim chunki kech qolishimiz mumkin deb. Lekin hali ham telefon bo'lgani yo'q. Agar bilganimda make-up qilganimni kontent qilib olardim. Lekin zo'r make-up qiladigan emasman, ya'ni o'zimga yoqadigan make-upni qilaman, lekin professional make-upchilardek emasman. Bugungi ko'rinishim xullas shunaqa.